Hürmetli vatandaşlar, bugünkü sağışkemen 20. yıl 4. ayının 26. günü. Haftaki yakşembe. Muşundaq vaqtda mən üzəm subyektiv arzularım bo'yicha yoki subyektiv arzularımның məzmunları çiçekligen muşundaq bir paytda. Yani Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Rossiya Federatsiyasi munosabati qachon yaxshilanadi? Dünyanın işlariga qachon ikki davlat birlashib muomala qiladi deb mushundaq o'ylab kelayotgan subyektiv arzularim çiçekligen bir paytda men bir ishga gap qilmasam turolmayman. Hurmatli vatandoshlarım, sizlarga muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin sizga qarindishim Turan apandi. Yakından bir meni tor betimga kirolmadingiz. Men sabablik emas, nima ish bo'ldi bilmadim. Mening tor betimning inkas beti taqilib qoldi. Kechirasiz. Esingizda bo'lsa kerak qarindishim Turan apandi. 2017 yıl 1. ayının 20. günü Amerika Qo'shma Shtatlarining yangi saylangan prezidenti Trump apandi qasam berib vazifa topshirib elib Oqsaroyga kirdi. 2. ayının 15. kunlari atrofida ehtimol mening esimda qolishicha shunda 2. ayının 15. kunlari atrofida Washington Pochtasi gazetining sobiq muxbiri, ya'ni Beijingda turishliq sobiq muxbiri John Pompert apandi bir parça maqola yozgan edi. Milliy qilib so'zlagan edim. Esingizda bo'lsa kerak, Turan apandi. John Pompert sobiq muxbir nima deb yozdi? Acaba Amerika'nın sobiq prezidenti Nixon Xitoy bilan yoki Jungo bilan birlashib Rossiyaga qarshi tura oladi ekan u? Acaba Amerika'nın yangi saylangan prezidenti Prezident Trump ve onun hükümeti Rossiya bilan birlashib Xitoyga qarshi tura olmamdikina? Qarshi tursa nima bo'ladi ekan deb yozgan edi. Esingizda bo'lishi kerak Turan apandi. Oradan 4 yil o'tdi. 4 yil Amerika Jungo o'rtasidagi munosabatlarning qanday taraqqiy qilib, qanday ko'tarilib, qanday pasayib, hozirga qadar yetib kelganligini ben sizlarga leksiya qilib so'zladim, hurmatli vatandoshlar. Hozirla tor betida ko'rdim. Masalan, John Lennon apandining nazariy degan tor betida ko'rdim. Yaqinda yana Oqsaroyning maslahatchisi Peter Navarro shundoq debdi. Masalan, hozir Xitoy hukumati Jungo Kompartiyasi Amerika Qo'shma Shtatlariga yuqumli virus bilan hujum qo'zg'adi debdi. Onun üstüge biz tünigillat sizlarga leksiya qilib topshirdik. Oqsaroyning sobiq maslahatchisi Steve Bannon hozir Wuhan tajribaxonasida ishlagan va u yerdagi ahvollarni to'liq biladigan bir kishi chet elga qochib chiqdi. Bu kishi yaqinda material fosh qiladi deb ko'rsatdi. Mushu alomatlarni biz qo'shaylik yoki qo'shmaylik. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati bilan Rossiya Federatsiyasi hukumati Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump apandi bilan Rossiya Federatsiyasi hukumatining prezidenti Vladimir Putinning birlashma bayonoti e'lon qilib 21-asrdagi ciddi Hristiyanlarga ortak taqabul turish, buning uchun ikki davlat o'rtasidagi ixtiloflarni cho'rib tashlab etishni tashabbus qildi bayonotda. Tabriklaymiz. Rossiya Federatsiyasi xalqi sizni tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Amerika Qo'shma Shtatlari xalqi sizni tabriklaymiz. Mening umidim, balki xiyolimdir yoki subyektiv orzularimdir. Moshiningdan keyin jahonning o'zgarishi qanday bo'ladi? Balki butun dunyoning geopolitik siyosati o'zgarish yuz berdi. Butun dunyoda ezilayotgan Uyg'urga o'xshash mazlum millatlarning taqdirida o'zgarish bo'ladi. Butun dunyoning iqtisod qurilmasi va davlatlar munosabati
münasebeti ve dünyanın ictimai siyasi kurulması bunların hemisi de özgürüş buludu. Ben üzüp ettim, aldımdaki paketi ben sizlerge hazır tapşırdım. İki devlet Amerika Koşmuş Ştatları bilen Rusya Federasyasının Oturusida imzalangan ve 25. yıl ilan kılıngan Elba deryası boyuda uçuruşuş. Ne 75 yıllığını hatırlaş. Buna sizlerge tapşırdım hürmetlik vatandaşlarım. Ben şu yerde kıstırıp ötey ki endi Huanghe deryası boyudaki. Yani Serik derya boyudaki tatlılık muhabbetten orada kalmadı. Bir günü muhabbetini götürüp çıkıp gep kılıp, bir günü üstsüzlük bilen Amerika Koşmuş Ştatlarına töhmet çaplaydıgan zaman kelmesine ketti. Ahırkı devirde belki Xitay Kompartiyası ve onun hükümeti galcırlaşkan devirlerde yarı töhmet kılışı mümkün. Endi onun karı çağla. Azız bu devir ketdi. Amerika-Jungo münasebetlerinin eyliki demleri, şirin ayları, mesela Serik derya, Huanghe deryası boyudaki tatlılık muhabbet demleri kelsi kelmeski ketdi. Endi orada kelmeyli hürmetlik vatandaşlarım. Ben bu münasebet bilen Rusya Federasyasının prezidenti Vladimir Putin'e müracaatim şu ki 21 milyon Uygur halkı namıdan müracaatim şu ki iltimasım ve ilticayım şu ki hürmetli Prezident Vladimir Putin efendi vakit yetip geldi. Ben uzun zamanlardan beri sizge müracaat ilan kılışını oylap geldim. Acaba hayran kaldım bugün Xuda bu fırsatni Amerika Koşmuş Ştatları bilen Rusya Federasyası münasebetinin yaxşılangan fırsatını Xuda bugün bana yetkizdi. Müracaatim şu ki hürmetli Prezident Vladimir Putin efendi siz Rus bilen Xitay oturusida imzalangan maxsus Uygurlarga münasebetlik 5 parça axbarat ve 5 parça şartnama. Bunun içinde en mühimi 1945 yılı 8. ayının 14. günü Moskova'da imzalangan Jungo-Sovet Dostluk İttifakdaşlık şartnaması Uygurlarga münasebetlik. 1952 yılı 2. ayının 14. günü Moskova'da imzalangan Jungo-Sovet Dostluk, hemkarlık, ittifakdaşlık şartnaması. İki şartnama bir vasıta Uygurlarga münasebetlik. Bu şartnama avvalkısı Xitayning Kuomintang Partiyasi Jiang Jiechi bilen imzalangan şartnama. Keyinkisi Xitayning Kompartiyasi Mao Zedong bilen imzalangan şartnama. Muşu şartnamalar arkalık müstakillik jakarlagan Uyguristan. 3. qatam müstakillik jakarlagan Uyguristan 1944 yılı 11. ayının 12. günü müstakillik jakarlagan Uyguristan. Onun armiyası suikast yollar bilen yo'qotulup, onun qo'lidagi qurol-yarog' suikast yollar bilen tartib elinib, Stalin shu vaqtida bu zaminni, bu tuproqni, Uyg'uriston'ni, Uygur'un devletini Xitayga koşup bergen idi. Sizden müracaatim şu ki, hürmetli Prezident Trump efendi, endi siz bu hüccetni, bu şartnamını aşkarlaydigan vaqt geldi. Hürmetli Prezident Trump ve Prezident Vladimir Putin efendi. Keçirinler, 2005 yılı 5. ayda şu Rusya hükümeti şu vaktiki Rus bilen Germaniya oturusida imzalangan Rusyalik Molotov, Germaniyalik Ribbentrop imza koygan 39. yılı 1939 yılı 8. ayda imzalangan şartnamani Rusya hükümeti bekar kıldı. Bu Stalin'in şahsi işi idi. Stalin keltirip çıkargan iş idi. İnkar kıldı. Şunu bilen Baltık boyudaki 3 devlet Azaniya, Estoniya, Litva 3 devlet
xalqaro siyosiy muhitga erishdi. O o'zining davlatini asliga keltiradigan fursatga erishdi. G'ayratga, jasoratga erishdi. 700 kilometr yo'lga o'chirat turib, namoyish qilib, Baltiq bo'yidagi 3 davlat xalqi 1918 oktyabr inqilobidagi qurilgan, lekin yuqorqi shartnoma, Rosgerman shartnomasi orqali setib etilgan Rossiya tarafidan besib olingan davlatni asliga keltirdi. 1991-yil. Yani Rossiya parçalanganda biz ham shunda qilamiz. Hurmatli prezident Vladimir Putin efendi, endi vaqt keldi, fursat keldi, zaman keldi belki. Prezident Trump'ning vaqt, zaman demleri yetib keldi. Hurmatli prezident Vladimir Putin efendi, bu tarixiy hujjatlarni oshkorlashingizni bo'libmi, eng muhimi Uyg'urning davlat nufuzi